Bugun tong saharda tushimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ko'ribman va ular bu va u dunyoda muammosiz, oson va baxt saodatli yashashning bitta zo'r formulasini aytib ketgan ekanlar. Turib bildim. Xullas yotishdan avval aytdim. Insonlarni kitob o'qinglar, kitobda hamma yechim bor deb targ'ib qilyapman kitobga. Yo'lim to'g'ri bo'lsa to'g'riligini, noto'g'ri bo'lsa noto'g'riligini anglat yaratganim deb o'ziga iltijo qilib uxladim. Farishta emasman, men ham uxlayman tabiiyki. Va tush ko'ribman. Bir do'stimning onasi olamdan o'tibdi. Va janoza namozini Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'qib berishlari kerak ekanlar. Keyin viqor bilan kelibdilar, oq sallalar, o'ziga yarashgan kiyimlar kiygan. Va mayitni ambarga olinglar degan ko'rsatma bo'libdi. Ana shu payt Shayx hazratlari menga qarab aytayaptilar. Fazkuruni fazkurkum vashkuruli va la takfurun deb to'xtamay takrorlaylar deyapti. To'xtamay aytinglar. Uyg'ondim tabiiyki. ChatGPTdan so'radim o'rtag'imdan. Mana shunaqa oyat qayerda bor dedim. Bilmayman-ku endi men. Keyin Baqara surasining 152-oyat ekan. ChatGPT alkash-chalkash qilib yormasin deb tafsirda ochib qaradim. Va butun dunyo kitoblarini, butun dunyo kauchelarini, muvaffaqiyat haqida yozilgan u to'g'ri yo'l haqida yozilgan kitoblarni to'plab olib kelib qo'ysangiz, bitta o'rnini bosib ketadigan oyat ekanligiga amin bo'ldim. Meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar degan oyat ekan. Gunohingizdan kechirim so'rab meni eslasangiz, sizni afv etib men sizni eslayman. Hojatingiz borligini menga aytsangiz, men sizni hojatingizni chiqarib eslayman. Iltijo qilib, munojot qilib eslasangiz, ijobat qilaman, najot beraman, najot berib eslayman degan. Lekin biz teskari yashab, uni eshigini taqillatib borib, unga dod solib yig'lab, sarvarga yig'lab, audio tashab, men aytaman, shu menga yig'lab tashagan audiosini o'tirib pul to'lash kerak bo'lmasa duo qilish uchun, yaratgandan so'rash uchun plastikka pul tasha degan narsa bo'lmasa, o'zidan so'rab yig'lasa bo'lmaydimi deyman. Endi shukr qilinglar, noshukur bo'lmanglar degan joy bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Biz uxlayatib nolib uxlab, uyg'onyatib nolib uyg'onadigan odamlarmiz. U yomon bo'lib ketdi, sharoit yo'q bo'lib ketdi, piston bo'lib ketdi, tugun bo'lib ketdi. Men opodam bilan, buvim bilan gaplashdim. Shunaqa maza qilib maqtab berishdi ayni zamonni. Biz roza tutib maktabga borsak, non tiqtirib, suv ichirib rozamizni ochirar edi. Hozir chuldirvaqasidan tortib kattasigacha istasa roza tutyapti. Qishlog'ingdagi masjidga borgin, Toshkentdagi masjid bilan sharoiti bir xil deb opodam. Yo'limiz asfalt bo'ldi, uyimizgacha suv keldi. Qishda gazdan muammo bo'lmay chiqdik. Biz qishloqda yashaymiz. Bosqichma-bosqich hammasi yaxshi bo'lyapti bolam. Svet ilgari Yangi yil kuni o'chmasida xolos, unda ham 1-2